parametrli tenglemani yechimi bilan danışamiz bugün. Quyidagicha berilgan tenglama. Demek buni denglikni ikki tarafini ikki xil funksiya deb qaraymiz. Chap tarafni y bir funksiya, o'ng tarafni y2 funksiya deymiz. Va ikkisini alohida grafiklarini bir koordinatalar sistemasida chizamiz. Demek y1 teng modul x kvadrat plus 2x minus 8 funksiyanın grafikini chizish uchun uchini topamiz. Elden x0 minus b taqsim 2 yani minus 1 bo'ladi. Y o'rnini topsak shunda 1 minus 2 minus 8 minus 9 bo'ldi. Hozircha faqat shu uchun o'zi yeterli deb qarab turib chizamiz. Demek koordinatalar sistemasi minus 1'de minus 9 nokta minus 1 minus 9 nokta taxminen şöyle desek. Şimdi bana şahları depeye qaraydı. Hop. Bana neçə üzük kesip çizilmez sebebini düşündüremem. Bize de modul bu. Modulun vəzifəsi nə vardı? Modulun vəzifəsi işi üzük kesip çizilən, yani nöldən pəstəki funksiyanın kısmını depeye eksləndirədi. Bunda bunlukta gerek bize, yani funksiyanın o y okunu kesiş noktası 1 x ile 10'dan yol koysak minus 8 boladı ve grafikimizi minimum boladı. Demek i1 9 yine birisi 8 yani i1 minus 9 bu eksilendi, minus 8 ise 8 buldu. Hoş, şimdi ikinci funksiyamız y'den uçağı funksiyamız bu bilemiz horizontal çizik. Demek savala qaraydigan bo'lsak, tenglama 2 ta ildizga ega bo'ladigan a'ning 0-12 aralıqdaki barcha bütün qiymatlari o'rtashmayligini hisoblang. Demek horizontal chizikni nishab o'tirsek, shu funksiyamiz bilan ikki joyda kesishadi degan savol javob topamiz. Qaranglar. Yine 1 ikki joyda kesishdi. Demek qachon shunday bo'ldi? Qachonki uchoq chizigimiz yine bu 9 degan noktadan tepeden ötse, demek 3'e ketdi 9, a ketdi 3. Demek keyin a ketdi 3 tengsizlikni 0-12 aralıqdaki bütün yechimlarni topib qo'yamiz. Bu yana birisi bor ekan, bir de demek yine o x okunu o'zim 2 noktada kesib degan funksiyamiz bilan. Yani 3a deng 0. Yani a deng 0 ham bor, lekin a deng 0 giradek yana 0-12 aralıqda 0 ham bor. Hop, ikinci savol tenglama 4 ta yechimga ega bo'ladigan dedi. 4 ta yechimga ega bo'lishi uchun ishga o'tishi kerak yine. Yine deb o'tsa masalan 1 2 3 4 yechimga ega bo'ldi. Yani nerecha shunda o'tsa bo'ladi? Yani birdan bo'laveradi, birdan bo'laveradi. Hop. 9'dan pastdagi ixtiyoriy bir joydan o'tsa 4 yechimga ega bo'ladi ekan. Yani 4 yechimga ega bo'lish sharti 3a 0'dan katta bo'lishi kerak ekan. 9'dan kichik bo'lishi kerak ekan.